Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish usullari. Ko'pgina adabiyotlarda bu mavzu turlicha talqin etiladi, lekin hammasida mazmun mohiyati bir xil. Demak, ayrim adabiyotlarda chizmani qayta tuzish usullari yoki qayta qurish usullari deyiladigan bo'lsa, ayrim nimalarda esa epirni qayta tuzish yoki qayta qurish deb ataladi. Umuman olganda epirni qayta qurish usullari bu nima? Keling bizga osonroq bo'lish uchun epirni qayta tuzish deb atashimiz mumkin bo'ladi. Epirni qayta tuzish deb geometrik obyektlarni noqulay vaziyatdan qulay vaziyatga keltirishga aytiladi. Yana bir bor qaytaraman. Umuman chizmani qayta qurish, epirni qayta tuzish, ortogonal proyeksiyalarni qayta tuzish deb demak, geometrik obyektlarni noqulay vaziyatdan qulay vaziyatga keltirishga aytiladi. Masalan, biror bir to'g'ri chiziq umumiy vaziyatda turgan bo'lsa, shu to'g'ri chiziqni xususiy vaziyatga keltirish kerak. Yoki tekislik umumiy vaziyatda tekislik bo'lgan bo'lsa, umumiy vaziyatda tekislikni xususiy vaziyatga keltirishga ortogonal proyeksiyalarni qayta qurish yoki epirni qayta qurish deb ataladi. Endi epir so'zi bu fransuzchadan olingan bo'lib, tekis chizma ma'nosini anglatadi. Endi demak, proyeksiyalar tekisligini almashtirish usuli. Proyeksiyalar tekisligini almashtirish usulida shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, bu yerda geometrik obyektlar qo'zg'aluvchan, geometrik obyektlar qo'zg'almas, proyeksiyalar tekisligi qo'zg'aluvchan bo'ladi. Misol uchun, birorta A nuqtani, keling A nuqtani o x deb ataydigan bo'lsak, A nuqtani mana bu frontal proyeksiyasi, mana bunisi esa gorizontal proyeksiyasi. Endi shuni demak, proyeksiyalar tekisligini almashtirish usulida proyeksiyalar tekisligini almashtirib ko'raylik. Bu nuqta bo'lganligi uchun ixtiyoriy shu nuqtadan bitta to'g'ri chiziq chizamiz va bunga perpendikulyar bo'lgan bitta to'g'ri chiziq chizamiz. Demak, mana buni olasi 90 gradus. Demak, mana bu o x demak, mana busi 1 edi. Demak, bu O1 O3 O1 O4 X1 4 bo'ladi. Endi biz buni demak, mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, demak, mana bu hozirgi shu turishi bo'yicha gorizontal proyeksiyasi nuqtani. Endi mana bu sistemaga o'tganda bu esa frontal proyeksiya bo'lib qoladi. Endi biz buni gorizontal proyeksiyasini topishimiz kerak. Gorizontal proyeksiyasini topish uchun, demak, mana bu OX dan A2 gacha bo'lgan masofani o'lchab, demak, mana bu yerga olib kelib qo'yishimiz kerak. Demak, mana bu yerda A4 bo'lyapti. Nima uchun A3 yo'q? Nima uchun A3? To'g'ri savol berdingiz. Nima uchun A3 yo'q? A3 bu A nuqtaning profil proyeksiyasi bo'ladi. Shuning uchun demak, bu yerda biz A nuqtaning profil proyeksiyasini ko'rsatmayapmiz. Demak, shuning uchun A3 qolib ketyapti. Demak, bu yerda A4 qo'yiladi. Demak, mana bu A1. Hozir mana bu tizimda frontal proyeksiya, A4 esa gorizontal proyeksiya bo'lib qolyapti. Endi buni yana xuddi shunday xohlagan tomonga bitta davom etkazishimiz mumkin bo'ladi. Demak, xuddi mana shunday holatda mana bir necha marta nima qilish mumkin. Demak, endi bunda A4 mana bu O4 O5 mana bu X4 X5 bo'ladi. Endi xuddi shuningdek, endi biz buni gorizontal proyeksiyasini topish uchun, demak, mana buni o'lchab turib, bu tomonga olib borib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bunday. Demak, mana bu A5 bo'ldi.
bu nuqtani pressure tekisligini almashtirish usuli orqali pressure tekisligini almashtirdik. Endi bitta to'g'ri chiziqda birgalikda ko'rib chiqaylik. Demak, yozib qo'yishingiz mumkin. To'g'ri chiziqning haqiqiy kattaligini pressure tekisligini almashtirish usulida aniqlash. O x a 2 b 2 demak bu AB kesmani qanaqa proyeksiyasi juda to'g'ri topdingiz. Demak A2 B2 AB kesmani frontal proyeksiyasi. A1 B esa AB kesmani gorizontal proyeksiyasi bo'ladi. Endi shu AB kesmani haqiqiy kattaligini aniqlashimiz kerak. Demak bu pressure tekisligini almashtirish usulida. Buning uchun biz mana bu AB kesmani xohlagan proyeksiyasiga bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazdirib olamiz. Kerak, mana bizda past tomonda joy bo'lganligi uchun demak AB kesmaning gorizontal proyeksiyasiga bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazdiramiz. O'tkazdirdik. Demak biz buni belgilaymiz. Demak o 1 4 bo'ldi endi bu yerda. X 1 4. Endi e'tibor bering. Oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz, to'g'ri chiziqning xususiy vaziyatida agar to'g'ri chiziq biron bir pressure tekstiga parallel bo'ladigan bo'lsa, o'sha pressure tekstidagi proyeksiyasi o'zining haqiqiy kattaligiga teng deb atagan. Demak mana bu yerda AB kesma, demak mana bu yerda gorizontal proyeksiyasida o'zining haqiqiy kattaligiga teng bo'lar ekan. Demak endi biz buni proyeksiyasini topishimiz kerak. Buni proyeksiyasini topishimiz uchun o'sha xarakterli nuqtalardan O1 to'riga perpendikulyarlar o'tkazdiramiz. Ya'ni mana bu perpendikulyar bo'ldi mana. Mana bu perpendikulyar bo'ldi. Endi mana bu masofalarni o'lchab olib o'tib qo'yadigan bo'lsak, AB kesmaning haqiqiy kattaligini topgan bo'lamiz. Demak mana bunday holat. Demak mana buni 1 deb belgilaydigan bo'lsam, demak mana bu A2 bo'ldi. Endi mana bu masofani o'lchaymiz, mana bu masofani o'lchab olib bu yerga qo'yib qo'yamiz. Demak u mana bu yerda ekan. Demak bu A1 bo'ldi. Endi ikkalasini mana bu B uzun, demak mana bu B edi. Demak mana bu ikkalasini birlashtiradigan bo'lsa, AB kesmaning haqiqiy kattaligi hosil bo'ldi, demak. Demak bu yerda A4 B4 teng AB ga ekan. Demak biz mana bu yerda nima qildik? Umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziq berilganda, keyin shu umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziqga bitta pressure tekisligini almashtirdik. Ya'ni buni to'g'ri chiziqqa endi mana fazoda bu mana bunday bo'ladi. Mana hurmatli talabalar, e'tibor bersangiz, mana to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, shu to'g'ri chiziqqa bitta parallel tekislikni pressure tekisligini qo'yib qo'ydim. Endi mana bunday qilib turib qaraydigan bo'lsak, nimani ko'ryapsiz? Shu to'g'ri chiziqning haqiqiy kattaligini ko'ryapsiz. Xuddi o'sha mana shu yerda. Shu bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.